Ko'pincha savdoda sheriklar bir-birlari bilan xiyonatga boradilar. O'zi aslida sherikchilik bu baraka. Sheriklarning bir sherigi menman deydi Alloh taolo. Alloh bor joyda, Alloh bor sherikchilikda baraka bo'ladi. Agar ulardan bittasi xiyonat qilsa, men ularning orasidan chiqaman deydi. Alloh chiqib ketgandan keyin baraka ham ketadi u yerdan. Sherikchilik juda qiyin, lekin shu sherikchilikni rioyasini qila olganlar juda ham barakada. Yolg'on, firibgarlik, ishda, mehnatda, kasb-korda azizlar, tadbirkor odam, savdodagi odam juda ham yolg'ondan ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, banda qorniga bitta harom luqmani tashlashi bilan 40 kunlik amali qabul bo'lmaydi deb Rasululloh imomi Tabaroniy rivoyati bilan marhamat qildilar. Xalqimizdan bitta harom luqmani o'tishi bilan 40 kunlik ibodatlarimiz xabata bo'lib qoladi.